Assalomu alaykum barchaga. Hozir mana bu tabobat bo'yicha mavzu bo'ladi. Ibn Sino tabobati bo'yicha. O'zi Ibn Sino tabobati deganda juda ko'pchiligimiz tushunadigan bitta narsa bor Fahriddin aka. U ham bo'lsa qanaqadir bitta giyoh bor, shu giyohni ichsa mana olib tuzalib ketadi degan narsada. Lekin Ibn Sino tabobatiga masalan chuqurroq kirib qaraganingiz uchun, masalan siz bilan gaplashganim uchun menga juda qiziqib ketganda, keyin u narsani ustida ozmas o'qiyapman-da. Masalan Ibn Sino tibbiyotida mesela bizler mijoz degan narsani tushunmaganmiz. Birinchi narsa. Ikkinchidan masalan ayolning organizmini ham, erkak organizmini ham bitta organizm deb bilamiz-da. To'g'rimi? Meditsinada siz ham o'qigansiz, bir xil deb bilamiz. Bola bor, bizga katta bor-da. Lekin uni masalan qo'l mijoz, quruq mijoz, semiz, ozg'in u narsaga ahamiyat bermaymiz. Masalan, shuning uchun masalan bir xil dori bir xilga tushadi, bir xilga tushmaydi. Undan qasdan qarasangizki, dori to'xtamasdan ko'plab qabul qilishimizga to'g'ri keladi. Shunday Ibn Sino tibbiyotida juda ham qoyil qolgan joylarim bor. Endi shu vaqtda aytib o'tgan narsalari, masalan hayotiy quvvatlar haqida, oziqlanish, nafsoniy quvvat haqida, masalan bosh miyaning o'zini nimalari haqida juda boyagi nima deydi, hozir ham o'ylab qarasangiz boyagi miyangiz ochib ketadigan darajadagi narsalar yozib ketgan ekanda. Shuning uchun hozir tanishtirib o'tmoqchi bo'lgan narsam Faxrilla o'tgan safar menga tushuntirib berdi, mana yurakning o'rni. Masalan biz hech qachon bu narsani tushunib yetmaganmiz. Yurakning o'rni haqida ochiq gapda. Masalan boyagi aritmiya bo'ladi yoki yurakda mana bu stresslar bo'ladi. Yurakda qanaqa kasallik bo'lsa, masalan yurakda infarkt bo'lsa ham odamda birdaniga quvvat qolmay qoladi-da, boyagi nima joyida tura olmaydi. Masalan bizlarga qanchasi bosh aylanishdan shikoyat qilib keladi, birinchi o'rinda aytamiz-da, yurakni eshitib ko'ring deymiz-da. Chunki yurakda aritmiya bo'ladigan bo'lsa, yurakda o'zgarish paydo bo'ladigan bo'lsa, deyarli 90% da bosh aylanish kuzatiladi. Bosh aylanganda boyagi yurib ketaveraman-da, xuddi mastga o'xshab olib qochaveradi, gandiriqlayveraman. Uni tekshirib ko'rsak, ko'pida shu yurakda narushina aniqlanadi, yurakda o'zgarish aniqlanadi. Shuning uchun hozir bu tabobat bilan shug'ullanadigan do'stimiz buni tushuntirib beradi. Yurakning o'rni qanday? Ibn Sino tushunchasi bo'yicha hammasini tushuntirib yoritib beramiz. Biz ham mana meditsina bo'yicha siz ham o'qigansiz, 2 yil o'qigansiz, 2 yil 9 yil o'qiganmiz, ikkalamiz ham barobar o'qiganmiz neyroxirurgiyaga. Endi bizlarda gomeostaz deyiladi buni hammasi. Organizmda masalan ichki muhitda bir xil ushlab turilishi gomeostaz deyiladi. Buni gormonlarga bog'liq deymiz yoki boyagi umumiy organizmda bosh miyada sentrlar bor. Nafas olish markazi, yurak markazi deymiz, to'g'rimi? Uzunchoq miyada joylashgan. Hayotiy regulyatsiya markazlari deymiz. Shular orqali ta'minlanadi deymiz. Qon bosimi shular orqali ta'minlanadi deymiz. Shunday narsalar aytamiz. Yurakni o'ziga keladigan bo'lsak, yurak bu butun organizmimizga qonni haydab beradigan organ deb bilamiz, to'g'rimi? Yurakni. Masalan, yurakda mana 4 ta kamera bo'lsa, mana bu chap qorinchadan boshlanadi, butun tanamiz bo'yicha qon aylanib keladidagini 10 gulmachada tugaydi. Endi 10 gulmachada tugagandan keyin 10 qorinchadan 10 gulmachadan 10 qorinchaga o'tadi. Bu qonni haydab beradi, o'pkaga olib keladi. O'pkada boyagi kislorodga to'yinadi, koronavirus bu yerdan tashqariga chiqib ketadi. Tozalanib kislorodga to'yingan qon yana chap gulmachaga tushadi. Chap bo'lmachiga tushgani bu kichik qon aylanish doirasi deyiladi. Ma'nosi katta, ma'nosi kichkina. Buni endi ritmini boshqaradigan joy, mana yerda sinus tugun bor. Sinus tugunda ritm paydo bo'ladi, yurak ritmi paydo bo'ladi. Bu endi yurakni mana bu Purkinni gis oyoqchalari bilan yurakning nimalarga bo'lmacha qorincha qismiga keladi. Bu regularni qisqaradi, ya'ni chap qorincha qisqarganda 10 bo'lmacha dam oladi, 10 qorincha qisqarganda chap qorincha dam oladi. Shunday yurakning sikli shundan tashkil topadi. Bu kardiogrammada o'zi mana bu tishchalar paydo qiladi. Endi asosiysi shu, mana tibbiyotda masalan yurakning o'rni degan joyi. Endi yurakda masalan bu yerga kelayotgan qon tomirlari bor, qon tomirlariga xolesterin turib qolib, ko'zi bekilib qoladigan bo'lsa, o'zingiz ham bilasiz, bu OKS deyiladi, yurak ishemik kasalligi deyiladi. Chunki yurakka kelayotgan qon 100% deb olsangiz, mana bu yerda tomirlar ko'zi bekilish hisobiga kelish miqdori kamayib ketadi. Endi bemor shikoyat qiladigan narsasi mana hansirash bo'ladi, kechasiga yurak sohasida og'riq bo'ladi. Yoki bo'lmasa, ertasiga chiqayotganda havo yetmaslik, shu narsalar bezovta qilib boshlaydi bemor. Asosiy yurakka nagruska bo'lgan paytda yurak o'zini ishini bildirib qo'yadi. Shikoyatlar paydo bo'ladi. Endi men tabobat bo'yicha bu yo'lni nima qilib tushuntirib beringchi? Umuman hammaga juda foydali narsa ekanda, men foydali bo'lganim uchun buni aytyapman-da. Biz tushunmaydigan narsa juda ham ko'p. Tabobatda quvvatlar degan mavzu bor. Quvvat degani nima? Quvvat degani badanda hamma o'zgarishlarning manbasi ma'lum bir quvvatdan paydo bo'ladi deb qaraladi. O'zidan o'zi o'zgarishlar bo'lmaydi. Ma'lum ishlar, funksiyalar, qanaqadir bitta modda boshqa moddaga aylanishi bo'lgan
o'xshagan narsalar o'zidan o'zi sodir bo'lmaydi, tavakkaldan bo'lmaydi. Bu narsalar oldindan bitta yo'nalishga qaratilgan, ma'lum tartib bilan, ma'lum maqsad bilan qilingan narsalar. Mana shu quvvatlarni o'zi 3 ta guruhga bo'linadi. Demak, organizmda hamma ta'sirlarni quvvatlardan paydo bo'ladi deb qarasak, quvvatlar 3 ta guruh bo'ladi. Birinchi guruhi tabiiy quvvat bo'ladi. Tabiiy quvvat degani shu organizmda bo'ladigan hamma moddalarning biokimik o'zgarishlari bor-ku. Masalan, ferment, glyukoz almashinuvi deymiz, amilazlar fermentni parchaladi, keyin u jigarga bordi, glikogen bo'ldi, glikogendan insulin uni parchalagan olib chiqib glyukozga qildi, glyukozni borib mitoxondriyada yondi, undan ATP bilan kislorod chiqdi. Qisqasi biokimiya deb yoziladigan qismi bor-ku, moddalarni biokimiya desak ham bo'ladi. Mana shu tabiiy quvvat boshqaradi. Tabiiy quvvatni vazifasi organizmni oziqlantirish va ko'payishiga yordam berish. Ko'payish ham buni shekli. O'sish, vallahi yoshlikda asosda yetgan paytida, kamolatga yetgan paytida organizm kamolatga yetgan paytida undan avlod qolishini ta'minlash hisoblanadi. Mana shu ishlarni summarni boshqaradi. Buni markaziy a'zosi jigar bo'ladi. Shaxsni saqlash uchun jigar bo'ladi, turni saqlash uchun, ya'ni odam zotni saqlash uchun, insonni bolasi qolish uchun yoki ma'lum bir kishining turi saqlanib qolishi uchun uni markaziy a'zosi moyaklar hisoblanadi. Shu boshqaruvchi a'zo hisoblanadi. Xo'p, bular endi tabiiy quvvatga kiradi. Ikkinchisi hayotiy quvvat. Hayotiy quvvat degani bu hayotiy quvvat a'zolarda paydo bo'ladi. Ularni his va harakatga tayyorlaydi. Nima degani? Bu degani, deylik hujayra bor, hujayra membranasi bor. Buni hujayra membranasi har bir a'zo deb oladigan bo'lsak, tashqaridan bo'ladigan ta'sirga o'zi ichkarida javob berishi uchun mana bu chувствительный bo'lish kerak. Sezgir bo'lish kerak. Zaryadlangan turadi. Sezgir bo'lishligi bu yerdagi natriy, kaliy, xlor, magniy, kalsiy va boshqa ionlarni nisbatlari bilan saqlab turiladi. Doimiy. Mana bu holatda bir tashqaridan kelgan nerv impulsini, boshqa ta'sirlar ichkarida ma'lum o'zgarishlar yasaydi. Shuning uchun mana shu a'zolarni his va harakatga tayyorlab beradigan quvvatni mana shu hayotiy quvvat deyiladi. Endi bu hamma a'zoda bor. Lekin boshqaruvchi a'zosi yurak. Hujayra deganimizda bu kichkina narsa-da o'zi asli. Hujayra nazariya bo'yicha kichkina narsa juda ham. Masalan, bosh miyamizda mana shu korobkaning ichida 100 milliarddan ziyodroq neyron bor. Jigarimiz 1,5 kilo bo'ladigan bo'lsa 300 milliarddan ziyodroq hujayra bor u yerda. Umumiy holatda hammasida bir narsa. Hammasida deyarli bir xil jarayongacha. Neyron masalan yulduzcha ko'rinishda bo'lishi mumkin, aksoni bo'ladi, bunaqa shaklda bo'ladi. Gepatosit o'rtasida markazida nima bo'ladi? Siliarniy. Mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi, masalan. Yoki nefron boshqacharoq ko'rinishda bo'ladi. O'zining ko'rinishi shakliga ega. Epitel hujayralari boshqacha bo'ladi. Qisqasi bular hammasi bir qovoqdan tashkil topadi, sitoplazma suyuqligi va hujayra membranasida ionlardan iborat bo'lgan hayotiy quvvat bo'ladi. Bu tashqi va ichkaridagi ionlarning farqi bilan yuzaga keladi va tashqaridan qanaqadir stimulyatsiya bo'lganda o'zgarish bilan javob beradi. Xuddi magnitdaydi, masalan, magnitda boyagi plyus tarafi, minus tarafi bor. Bir-biriga yaqinlashtirsangiz bir xil vaqt tortadi, ikkinchi holatda bo'lsa taraf. Bu ham xuddi shunaqa holatda bo'ladi. Xo'p, buni a'zosi, markaziy a'zosi yurak hisoblanadi. Yurak urgan paytida mana bizda meditsinada aytiladiki, faqat mexanik uradi. Masalan, ritmi bor. Yurak uradi, nasos. Elektrokardiogrammada qanaqadir yurak to'lqini, elektr to'lqinlari aniqlanadi, to'g'rimi? Lekin nimaga kerak degan savolga javob yo'q meditsinada. To'g'ri. Mana shu savolga javob borda, o'sha joydan tabobatda farqi bor. Tabobatda yurak xuddi markaziy a'zo bo'lib, a'zolarni mana shu quvvat bilan ruhlantirib turadi. Ya'ni yurak urgan paytida u mexanik haydaydi. Shu bilan bir vaqtda eritrositlarning ustida zeta potensial degan bir zaryadlanish paydo qiladi. O'sha shaklli elementlar zaryadlanib bir-biridan qochadi va endoteliy, arteriyaning endoteliyidan ham qochadi bular. Qochib turib, o'sha o'zida zaryadni to'qimalarga maksimum olib boradi.
yurakda paydo bo'ladigan mana zaryad nuqtasi faqat yurakni o'zi uchun emas, bu yurakda paydo bo'lgan hayot nuqtasi mana zaryadi butun tanamizga tarqaydi, to'g'rimi? Qon tomiriga. Mana shuni agar yurak mana shu o'zini zaryadini tarqatmay qo'ysa, mana bu a'zolarning zaryadi sekinlik bilan so'nib ketadi. So'nib qoladi. Bunga muhtoj bo'ladi. Shuning uchun yurak hammasini bir xil ruhlantirib turadi, oddiy qilib aytganda. Bitta qo'l, bitta oyoqdan uzun bo'lib ketmaydi, to'g'rimi? Chunki ikkalasiga ham simmetrishni o'sadi. Bir xil tarzda ularni o'sishini, modda almashish tezligini umumiy tarzda belgilab beradi. Bir-biriga muvofiqlashtirish uchun kerak bu. Demak, yurakda paydo bo'ladigan quvvat o'sha elektrokardiogrammada chiqadigan impulslar qonga ta'sirlanib, nima uchun yurakning atrofida perikard bor? Chunki perikard yurakda paydo bo'ladigan boyagi hayotiy quvvatni to'g'ridan-to'g'ri o'tib ketmasdan, balki qon tomirlar orqali borishga, arteriya orqali borishini ta'minlaydi. Himoya qiladi. Chunki a'zolarga qon adolat bilan bo'lingan. Kerakli a'zoga kattaroq arteriya boradi. Masalan, miyaga 4 ta. Qanchalikda ishi nima intensivensiya. Qancha kerak bo'lsa, shuncha boradi. Ya'ni o'sha qonning miqdori ham mutanosib boradi va unga boradigan hayotiy quvvatning miqdori ham mutanosib boradi. Nimasiga? A'zoni tuzilishiga qarab. Xo'p, mana shu narsani yurak doimiy ularni stimulyatsiya qilib turadi. Natijada teri bo'ladi, asab to'qimalari ham mana shu stimulyatsiyadan keyin sezish va harakat ishlariga qobiliyatli bo'ladi. Endi shu yerga bitta narsani qo'shimcha qilib ketayda barliq. Men o'zim tushungan narsam, agar to'g'ri bo'lsa to'g'ri deysiz, noto'g'ri bo'lsa noto'g'ri. Mana insult bo'ladi bizda. Bir tomoni ishlamay qoldi. Lekin ishlamay qolgan bilan a'zo nima gangren bo'lib ketmaydi yoki boshqa o'zgarishga uchramaydi. Bu yerda men boshqaruv sistemasi ketgan bilan men hayotiy quvvat borligi uchun, to'g'rimi? Bu o'zini faoliyatini davom ettiradi. Masalan, qo'l-qo'lligicha qoladi, oyoq-oyoqligicha, boyagi hozir masalan parizmlarda spastika bo'ladi, lekin tabiiy quvvat bilan hayotiy quvvat bor bo'ladi-da. Tabiiy quvvat model mashina bor. Hayotiy quvvat bo'ladi. Insult bo'lgan odam bitta qo'li deylik atrofiga ozib ketadi, o'shalar ozib ketadi. Chunki buni oziqlanish uchun nafsoniy quvvat ham roli bo'ladi-da. Shu yetishmaganda ozod. Lekin bir ikkita quvvat bo'lgani uchun, hayotiy quvvat bilan tabiiy quvvat mavjud bo'lgani uchun ham u tirik bo'ladi va ma'lum darajada tiklanadi. Endi masalan shu joyda mana bu masalan kesilib ketadi, boshqa bo'ladi. U holatda mana bu hayotiy quvvat so'ngandan keyin mana yerda gangrena boshlanadi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Masalan, sahr kasallarda mana bu quvvat kamayadi, to'g'rimi? Chunki qon tomirlaridan nima yetib kelmaydi ularda. Qandli diabet nimadan? Diabet sistemi murakkab bo'ladi deb o'ylayman men. Qandli diabetlarda bir necha birinchi o'rin nima ketadi? Bu o'zgaradi, to'g'rimi? Tabiiy quvvatni buziladigan joyi shundan iborat bo'ladiki, qandli diabetda mushakni ichiga glyukoza kirish kerak, Glyukoza qonda ko'p, mushak ichida mana insulinni berishadi, insulin majburlab glyukozani ichkariga kirgizib beradi, to'g'rimi? Yo'q, majburlab emas, o'zi mexanizm shunaqa. Normada shunaqa, lekin biz nimaga insulin ukol qilamiz bo'lmasa? Ya insulin o'zi yo'q bo'lgandan keyin kirmaydi bitta. Yo'q, mana yo'q bo'ladi degan narsa noto'g'ri o'sha. Bor bo'ladi. Buni hozir insulin bilan biz insulin yo'q deb aytilyapti. Insulin buni majburlab kiritib beradi. Bu insulin bilan glyukagon qonda qandni miqdorini bir xil qilib ushlab turish uchun kerak, to'g'rimi? Glyukagon buni depo qilib beradi, qonda kamaversa insulin qonga olib chiqib beradi, to'qimalarga kerakli qarab. Endi mushak to'qimasi glyukoza bilan kislorod yonib turib, ATF suv, karbon tangidek paydo bo'ladi. Xuddi shunaqa. Bitta glyukozadan 31 molekula ATF paydo bo'ladi. 38. Oldingi hisob-kitob bo'yicha 38, hozirgi hisob-kitob bo'yicha 31. Endi bu yerda mana bu glyukoza, nima, uglevad bo'lsa, aerobni bo'ladigan bo'lsa 38. Yo'q, aerobnida anaerob bo'ladigan bo'lsa 2 ta. O'rtada laktat paydo bo'lib ketaveradi. Kislorod agar yetishmay qoladigan bo'lsa, unda siz aytganda kislorodsiz oksidlanish bo'ladi. Sut kislotasi paydo bo'lib, mushaklar og'riydi keyin. Xo'p, bu yerda asosiy muammo mushak ATFni cheksiz qabul qila olmaydi. Chunki ATF yurakda jismoniy nagruzka o'sishi uchun kerak, sarf bo'lish kerak bo'lgan narsa.
agar kishi jismoniy harakat qilmasa, yegan ovqati bo'yi mo'llik temasida aytaman-da. Yegan ovqati ko'p hisoblanadi mushakning ishiga nisbatan. Natijada ATF glyukoza ko'rinishida hujayraning ichida ham, qonda ham yig'ilib ketadi. Insulin bilan buni majburlab kiritgan bilan, lekin mushak buni ishlatmasaga jismoniy nagruza qiladi. Yo'q, bu yerda ATF sintezichi Farruh aka. O'z mavzu boshqa o'tib ketib qoladi hozir. ATF sintezi ham deb bo'ladi Farruh. Bitta hujayada masalan o'rtacha 1000 ta ham bo'lishi mumkin. Mitoxondriya. Agar fiziki chiniqqan odamda bu 3000 ta ham bo'lishi mumkin. Mizojiga qarab-da, mizoji issiq bo'lsa mitoxondriya ham ko'p bo'ladi. Mitoxondriya ko'p bo'lganda ATF yaxshi sintez bo'laveradi bularda. Bularda gap mitoxondriyaning ko'pligi asosiy rolda emas. Mitoxondriya nima uchun ko'p? Chunki bu inson jismoniy nagruskani ko'p qilib, ehtiyoj, ya'ni jismoniy ko'p ATFni sarflagani uchun organizm qo'shimcha bu yerga qo'shimcha glislar qurib tashlaganda. Xo'p, lekin bu asosiy sabab emas bu. O'zidan o'zi 3000 ta bo'lib qolmaydi, 1000 tadan. Buning uchun o'sha odam o'zi mizoji o'zgaradi, motormashi tezlik o'zgaradi. Faqat divanda o'tiradigan odamlar 3000 ta bo'lib qolmaydi. U odamga e'tibor bersangiz, u sportsmen bo'ladi, kuniga 7 kilometr yuradigan, sog'lomlashish majburiyati yuguradigan odam bo'ladi-da bu aslida. Lekin bizlar eshituvchilarga aytamizki, 3000 ta bo'lsa-da, 3000 ta o'z bo'lmaydi. Yo'q, 3000 ta o'z bo'lmaydi, lekin mitoxondriya mana bu qancha gipodinamiya bo'lsa, mitoxondriya miqdori shuncha kamayib ketaveradi Farruh. Xuddi shunday. Gipodinamiya yo'q bo'lsa, shuncha mitoxondriya miqdori ko'payadi, hujayra shuncha sog'lomlashib bo'ladi. Shunda yurakdan mana chiqayotgan quvvat mana bu nimani hujayrani sog'lom ishlatib boshlaydi-da, mitoxondriya qancha tiniq ishlasa. Tushundingizmi? Tushundim. Shunga bog'liqda endi hujayraning o'zining ishi. Xo'p. Bu ikkinchi quvvat edi. Uchinchi quvvat nafsoniy quvvat. Ya'ni nerv asab tizimini bosh miya, orqa miya, asablar, vegetativ nerv tizimi, simpatik, parasimpatik nervlar. Ya'ni umuman olganda nerv hujayrasi va uni ustidagi tolasidagi mana shu hayotiy quvvatga o'xshagan quvvat, impulslar paydo bo'lishi va uni a'zolarga to'xtovsiz elektr tokiga o'xshab sezgini va harakatni ta'minlab